Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'omonmi? Kuninglar xayrli o'tyaptimi do'stlar? Do'stlar, xudo xolasa, mehrga to'la qaynoq nonlarimiz bilan biz ham xalqimizga yaxshilik ilinjida Aziz aka estetimiz bilasizlar, ko'pdan beri masjidlar quradi, hashar ostida, ehsonlar ostida qurishadi. Yana bir blogerimiz bor, ularning ismini bilmayman. Atmitga qilib ketaman, lekin ular ham kam ta'minlangan oilalarga uy-joylar qurib berishadi va xalqimiz bilan birgalikda ehson qilishadi. Biz ham o'shalarni inobatga olgan holda ustalariga moddiy o'sha non, mehriga to'la qaynoq nonlarimizni biz ham ehson qilib, o'shalarning savobini olishga biz ham hissamizni qo'shmoqchimiz. Do'stlar, shu blogerlar atmitga qilib ketamiz, ularga yuborib qo'yinglar. Zora bizlarni ham inobatga olib, bizlarni ehsonimizni qabul qilishsin. Tan joninglar sog' bo'lsin, yuborib qo'yishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.